Endi siz millionlab pulingizni va vaqtingizni syomka uchun ajratishingiz shart emas. Chunki biz 21-asrdamiz. AI orqali siz professional kontentlarni 10 barobar arzonroq qilishingiz mumkin. Menga siz 20 minut vaqtingizni ajrating, men sizga millionlab pulingizni tejaydigan AI kontent qilishni o'rgataman. Mening ismim Abdurahmon. 3 yildan beri media sohasida yuribman va sun'iy intellektni 1 yildan beri real loyihalarda aktiv qo'llab kelyapman. Hozirgi paytda kasb media jamoasida mashhur biznesmenlarning AI kontentini o'zim qilyapman. Va bundan tashqari kasb markazi AI Visual Offline kursi mentor hisoblanadi. Hozir sizlar bilan Google Flow platformasini ko'rib chiqamiz va bu orqali sizlarga va'da qilingan videoni yasashni o'rgataman. Eng muhimi, bu video darslikni ko'rganingizdan keyin siz o'zingiz istagan videolarni ma'lum bir miqdorda tekinga qila olasiz. Google Flow o'zi nima? Google'ning AI platformasi bo'lib, buning ichida siz professional darajada rasm va video generasiya qila olasiz. Flow ichida ikkita asosiy instrument bor. Birinchisi Nano Banana, ikkinchisi Veo. Nano Banana orqali rasm generasiya qilasiz, Veo orqali siz video generatsiya qilishingiz mumkin. Flow orqali generatsiya qilishning bir nechta usullari bor. Masalan, Nano Bananada text to image va image to image turlari bor. Text to image bu matnli buyruq orqali generatsiya qilasiz, image to image rasm tashlagan holda prompt yozib turib generatsiya qilasiz. Videoda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Birinchisi text to video, ikkinchisi image to video. Text to videoda matnni o'zidan buyruq berasiz. Image to videoda matn hamda rasm tashlashingiz kerak bo'ladi. Aksariyat holatda biz image to video modelini ishlatamiz, chunki bu bizga ko'proq kontrol beradi. Va yana bitta video generatsiya turi bu video to video. Videoning ichidagi kerakli narsani o'zgartirish imkoniyatini beradi. Xulosa, siz yozasiz, sun'iy intellekt esa bizga natija beradi. Lekin biz bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsalardan bittasi bu promptni to'g'ri va aniq yozish. Prompt bu o'zi nima? Prompt bu siz sun'iy intellekt yozadigan matnli buyruq. Prompt qanchalik aniq bo'lsa, natija ham shunchalik aniq chiqadi. To'g'ri prompt berish uchun shu 3 ta savolga tayanib yozish kerak. Birinchisi subject, kim yoki nima. Ikkinchisi environment, qayerda. Uchinchisi style, ya'ni qanaqa stilda. Hop, misol qilib aytadigan bo'lsak, yolg'iz bola sahroda yuribdi. Sinematik uslubda. Yolg'iz bola bu subject. Sahroda yuribdi bu environment, ya'ni qayerdaligi. Sinematik uslubida esa bu bizani stilimiz. Ya'ni bu multik bo'lishi mumkin, kino bo'lishi mumkin yoki real kadr bo'lishi mumkin. Lekin bu oddiy prompt, bu yerda aniqlik yo'q. Bu siz xohlagan narsangizdan kelib chiqadi. Prompt yozishning ikkita yo'li bor. Birinchisi oddiy. Promptni o'zingiz yozasiz. Tez, lekin natija oddiy bo'lishi mumkin. Muhimi kontrol sizda bo'ladi. Ikkinchisi bu AI yordamida. Ya'ni siz promptni ChatGPTga, Gemini'ga va Claude'ga yozdirishingiz mumkin. Bu orqali siz promptni boyita olasiz. Natija ham siz kutgandan ancha yaxshi chiqadi. Lekin bu yerda muhim bo'lgan narsa kontrol yo'qoladi. Ya'ni sun'iy intellekt o'zidan fikr qo'shadi. Natija siz kutgandek chiqmadi. Bu yoqda sun'iy intellekt diplomati emas, ya'ni sizning promptingiz noto'g'ri. Shuning uchun natija yomon chiqqandan keyin har doim promptingizni tekshirib, uni to'g'rilash kerak. Endi shu narsalarni bilan birgalikda Google Flow'da qilib ko'ramiz. Buning uchun Chrome ochib olamiz. Google Flow deb yozamiz. Va mana shu ikonkali veb-saytga kirish kerak. Xo'p, kirganimizda bizda mana shunaqa okno chiqadi. Xo'p, bu yerda Create with Flow degan tugma bor. Aynan shuni bosishimiz kerak. Bosganingizdan keyin yana qaytib chiqishi mumkin, sal kutib turasizlar va account menyusi ochiladi va любой bitta akkaunt tanlab kirib keturasizlar. Xo'p, bu Google Flow platformasi, ko'rganingizdek, generatsiya qilishni boshlash uchun New Project tugmasini bosamiz. Hop, aytib o'tib ketishim kerak. Bu platforma har kuni tekin limit beradi. Bizani ketimizdan qaytarib turishligi bemalol yetadi. Bizani bugungi maqsadimiz esa aynan shunaqa odamlar tomonidan ishlab chiqarilgan kontentga o'xshash kontentni sun'iy intellekt yordamida qilish. Hop, birinchi bo'lib kerakli rasmni tayyorlab olgan rasmimizni shu platformaga tashishimiz kerak. Tashish uchun prosta rasmiylarni shu platforma ustiga qo'yib yuborsanglar, o'zi yuklanib oladi. Hop, tayyorlab olgan rasmimizning ikkalasini tashiymiz. Hop, bugun qiladigan kontentimiz UGC content hisoblanadi. Ya'ni user generated content. Bu degani odamlar tomonidan ishlab chiqarilgan content. Bizda odam rasmi bor, bitta erkakning rasmi bor va produkt rasmi bor. Ya'ni bu yerda produkt reklamasini qilsak bo'ladi. Misol uchun aynan shu atir misolida ko'rsatib beraman. Rasmni ustiga olib borsanglar, shu 3 ta tugma chiqadi. 3 ta nuqtani bossanglar, add to prompt, ya'ni promptga qo'shish degan funksiya bor. Shuni bossanglar, o'zi prompt ustiga joylab beradi. Xuddi shu ishni ikkinchi rasm bilan ham qilishimiz kerak. Ya'ni bu nima degani? Bu yoqda beradigan buyrug'imiz shu ikkala rasmga berilishini tushuntiramiz. Sizga ham bo'ladi sun'iy intellekt uchun. Aynan shu ikkala rasmga nimadir yozamiz. Xo'p. Prompt masalasiga keladigan bo'lsak, biz sizlarga tushunarli bo'lishi uchun aynan GPT dan foydalanib prompt yozdiramiz. Xo'p, GPT ga ham aynan o'sha ikkita rasmni tashiymiz. Tashib olganimizdan keyin bizadagi maqsad mana shu erkakga shu atirni ushlatib qo'yish. Ya'ni o'ziga sepishga tayyorlanayotgandek ushlatib qo'yish. Xo'p, buni GPT ga endi tushuntiramiz.
menga UGC stilidagi kontent kerak. Xo'p, menga UGC stilidagi kontent kerak. Shu odam shu atirni o'ziga sepishga tayyorlanmoqda. Menga rasm generatsiya uchun prompt yozib ber. Xo'p, bu promptni GPT ga yuboramiz va bu promptni sizlar xohlagan sun'iy intellektda ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, copy qilamiz. Ya'ni qo'shimcha prompt bor. Bu bizga shart emas. Platformaga qaytamiz va tagiga shu promptni joylaymiz. Bu yerda ko'rganingizdek Nano Banana degan ikonka bor. Shuni bossizlar. Bu yerda image, video, ya'ni rasm va video generatsiya uchun instrument tanlasanglar bo'ladi. Hop, bizga rasm kerak bo'lganligi uchun aynan rasmni tanlaymiz. Format 16:9, 1:1, 9:16. Bizga aynan 9:16 Reels format kerak. Bu yerda rasmlarning generatsiyasini soni. Ya'ni bitta prompt bersanglar, nechta rasm chiqarib berish kerak, necha xil rasm chiqarib berish kerak. Masalan, bizga ikki xil rasm kerak bo'ladi. Ya'ni solishtirib bemalol yoqqanini tanlab olasizlar. Bu yerda qaysi modeldan foydalanish, ya'ni Nano Banana 2 Pro, Imagen Tour. Bizga Pro 2 farqi yo'q. Bizning holatda ikkini ishlatamiz va beramiz. Va sun'iy intellekt bilan prompt yozdirmoqchi bo'lsanglar, bizga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan narsa sun'iy intellektga sizlar aynan nima xohlayotganinglarni to'liq tushuntirib berishinglar kerak. Sizlar xohlayotgan narsani to'liq tushungan holda GPT sizlarga shunaqa prompt yozib beradi. Xo'p, ko'rganingizdek ikki xil rasm chiqdi. Menga masalan bunisi ko'proq yoqdi. Endi shu rasmni videoga aylantirishimiz kerak. Buning uchun bu rasmni yuklab olamiz. Download, yana 3 ta nuqtani bosib, download va razmerini tanlasanglar bo'ladi. Tezroq skachet qilish uchun bir kani tanlayman va xuddi shu yuklangan rasmni yana bir marta GPT ga tashlaymiz. Va GPT ga tushuntiramiz bizga aynan qanaqa video kerakligini. Xo'p, UGC stilidagi kontent shu erkak atirini o'ziga sepib, o'zbekchada gapiryapti. Menga bu atirni hidi juda ham yoqdi, sizlarga sotib olishni tavsiya qilaman. Va oxirida esdan chiqmasam, menga video generatsiya uchun prompt yozib ber. Va ko'rganingizdek bizga tayyor prompt yozib berdi. Buni copy qilib Flow ga qaytamiz. Flowda birinchi bo'lib bizga mana bu joy kerak bo'ladi. Shu yerdan aynan video bo'limiga o'tib 9:16 formatini tanlaymiz va bitta variant yetadi bizga. Xo'p, endi shu 3 ta nuqtani bosib promptni ustiga qo'shamiz rasmni va bu yerda copy qilgan promptimizni tashlaymiz. Agar inglizchani tushunsanglar, promptni bitta o'qib chiqqaningiz yaxshi. Xatosi bo'lsa, kerak emas joyi bo'lsa, to'g'rilab qo'yishingiz mumkin. Va generatsiyani bosamiz. Xo'p, videomiz ham chiqibdi, kirib ko'rsak bo'ladi. Menga bu atirning hidi juda ham yoqdi, sizlarga sotib olishni tavsiya qilaman. Ko'rganingizdek, o'zidan ortiqcha detallar qo'shib yuborgan. Buni to'g'rilash uchun GPT ga yozsanglar bo'ladi. Menga videoni o'zi kerak, hech qanaqa ortiqcha detallarsiz. Va u to'g'ri prompt tashib beradi va xuddi shu generatsiyani qaytadan qilsanglar, yaxshi natija chiqadi. Xo'p, bu rasm va video generatsiya qanaqa ishlashini qisqacha ko'rib chiqdik. Sizlar xohlagan produktinglar bilan xuddi shunaqa kontentlar qilib, Instagramda даже bloglar yursanglar bo'ladi. Agar siz montajyor yoki grafik dizayner bo'ladigan bo'lsangiz, bozorda raqobatdan qolmaslik uchun, kreativ kontentlar qilish uchun bu narsani o'rganishingiz shart. Agar siz noldan zamonaviy kasblarni o'rganib, katta daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu kasb aynan siz uchun. Chunki bu kasbga nisbatan bozorda talab juda ham tez kengaymoqda. Biz kasb markazi bilan birgalikda sizlar uchun 2 oylik AI Visual Offline kursini ishlab chiqdik. Bu kurs davomida har bir o'quvchi pulli sun'iy intellektlardan tekinga foydalana oladi. Kurs davomida tayyor portfolio bilan chiqasiz va hatto prompt engineeringni professional ravishda o'rganasiz. Eng muhimi, AIni biz sizga kuchli fundamental o'rgatamiz. Bu kursdan keyin siz istalgan darajadagi AI kontentlarni yasab, o'zingizga moslashtira olasiz. Birinchi modulimiz asosli va vizual promptlardan iborat. Bu modulimizda bizani 5 dars kutib turibdi. Ikkinchi modulimiz AI vizual yaratish 7 ta darsdan iborat. Bu modulimizda siz rasm generatsiyaga aloqador narsalarni mukammal o'rganasiz. Uchinchi modulimiz AI vizual ishlab chiqarish 8 ta darsdan iborat. Bu modulimizda biz video generatsiyaga aloqador narsalarni chuqur o'rganamiz. 4-modulimizda esa 2 ta darsdan iborat. Bu modulda biz o'zimizni qimmatga sotish va mijozlar bilan to'g'ri ishlashni o'rganamiz. Bu darslarni esa shaxsan Akmal Abdullayevning o'zlari o'tib beradilar. Kurs bo'yicha to'liq ma'lumot olish xohlasangiz, pastdagi havolani to'ldiring.